Assalomu alaykum. Avvalambor, bugungi mavzuyimiz artrologiya bo'yicha bo'ladi. Bugungi lektor, ya'ni Hakimov Abdumajid men. Demak, darsimizni boshlaymiz artrologiya bo'yicha. Xo'p, artrologiya nima o'zi? O'zi bizga bu fan nima uchun kerak? Xo'p, artrologiya bu o'z nomidan bo'g'imlarni o'rganuvchi bo'lim, ya'ni to'liqroq aytganda birikishlarni, suyaklarning o'zaro birikishlarini o'rganuvchi bo'lim hisoblanadi. Endi sindesmologiya va artrologiyalar birgalikda artrosindesmologiya deb ham yuritiladi. Demak, hammasi bitta narsa, bo'g'imlar, ligamentlar ni o'rganuvchi anatomiyaning bir bo'limi hisoblanadi. Demak, xo'p, mana bu yerda yozib qo'yganmiz, ya'ni artrosindesmologiya birikishlar to'g'risidagi anatomiyaning bir bo'limi. Birikishlar asosan 3 xil bo'ladi. Birinchisi sinsarkozis, ikkinchisi sinartrozis, uchinchisi diartrozis. Demak, sinsarkozis nima? Bu mushaklar yordamida birikish. Mushaklar yordamida birikish. Sinartrozischi bu uzluksiz ikkita suyakning bir-biriga nima deydi? Bo'g'im hosil qilmagan holatda birikishi bu sinartrozis hisoblanadi. Diartrozis esa uzlukli, ya'ni bo'g'im hosil qilib birikishdir. Demak, bundan tashqari gemiartrozis degan tushunchamiz ham bor. Bu yarim bo'g'im hosil qilib birikish degani. Xo'p, birinchisi sinsarkozisga to'xtalamiz. Sinsarkozis nima? Sarkoz bu mushak. Mushaklar orqali birikish. Xo'p, til osti suyagi bilan bizda kurak suyagi bunga misol bo'ladi. Qanday? Til osti suyagi o'zida, ya'ni bilamiz, boshqa suyaklar bilan birgalikda nima hosil qilmaydi, ya'ni bo'g'im hosil qilmaydi yoki boshqa suyak bilan birgalikda turmaydi. Ya'ni muallaq holatda mushaklar orasida joylashgan til osti suyagi bo'ladi. Til osti suyagining ustida 4 ta mushak, ostida 4 ta mushak uni bo'yinning o'rta guruh mushaklariga kiradi, ya'ni bular ushlab turadi. Kurak suyagi esa, kurak suyagini bilamiz biz, bo'g'im hosil qilib birikadi, lekin kuraklar, ya'ni kurak o'sha qovurg'alar bilan fossa subscapularis degan qismida mushak joylashadi, ya'ni o'sha mushak orqali qovurg'alar bilan bog'lanadi. Bu ham sinsarkozis, ya'ni mushak orqali birikishga misol bo'la oladi. Keyingisi bizda nima? Sinartrozis. Sinartrozis bu 3 ga bo'linadi. Sindesmos, sinhandros, sinastos. O'z nomidan kelib chiqib turibdi bular. Ya'ni birinchisi sindesmos. Sindesmos qanaqa bo'ladi? Sindesmos zich biriktiruvchi to'qima yordamida bu joyda zich biriktiruvchi to'qima yordamida birikish hisoblanadi. Ya'ni zich biriktiruvchi to'qimalarga nimalar kiradi? Bular asosan nimalar yordamida birikadi desa, sindesmos ligamentlar bo'lishi mumkin, suyaklar aro parda, membranalar, ya'ni membrana interosseya bo'lishi mumkin yoki choklar yordamida sutura serrata, sutura plana, sutura squamosa, ya'ni bilasizlar, bu kalla suyaklarida joylashgan. Va bizda gamfozis, ya'ni nima u gamfozis desa, biror bir suyakka mix qoqqanday birikish. Masalan, tish ildizining mandibulaga birikishi deyapti. Mana rasmda ko'rib turganingizdek nima qilishimiz mumkin? Mana mandibula. Bu yerda membrana interosseya bo'lsa, bu mana bu joydagi ulna deyapti, ya'ni tirsak suyagi radi bilak suyagi o'rtasida va oyoq suyaklari, katta va kichik boldir suyaklarida o'rtasida shunaqa membrana interosseya bo'lib joylashgan. Bu sindesmos birikishga kiradi. Bular sindesmos birikishlar.
Xo'p, keyingisi sinxandroz. Sinxandroz degani tog'ay, xandro bu tog'ay. Tog'ay yordamida birikish. Bu ham ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Doimiy bo'lishi mumkin. Mana. Doimiy bo'lishi mumkin yoki vaqtinchalik bo'ladi. Xo'p, doimiy degani qanaqa bo'ladi? Vaqtinchasi qanaqa bo'ladi? Sinxandrozda doimiy bo'ladigan bo'lsa, masalan, odam embrional davrida ham, past embrional davrida ham va voyaga yetgandan keyin qarilik davrida ham bu xondr, ya'ni nimalar? Tog'aylar o'shanday tog'ayligicha qoladi. Mana bu. Ya'ni bu qaysi? Sternumga qovurg'alarning oldingi tomonidan birikishi. Mana bu doimiy sinxandrozga misol. Endi vaqtincha bo'lsa qanaqa bo'ladi? Vaqtincha bo'ladigan bo'lsa, simfizni misol keltirsak ham bo'ladi. Masalan, simfiz bu yerda chanoq suyaklari asosan, masalan, chanoq suyaklari o'zi 3 ta suyakdan tashkil topgan, bilasizlar. Chanoq suyagi 3 ta suyakdan tashkil topgan. Ya'ni qaysilar? Ilium, os pubis, os ischi. Ya'ni 3 ta suyakning birlashishi natijasida chanoq suyagi, os koksi hosil bo'ladi. Chanoq suyagi yangi tug'ilgan chaqaloqda va embrional rivojlanishdagi, ya'ni embrional davrda bolalarda bu tog'ay ko'rinishda uchala suyak tog'ay yordamida birikib turadi. Qachonki u voyaga yetib 25 yosh yoki undan katta bo'lgandan keyin individual ravishda har bir odamda bu narsa, bu tog'aylar suyakka aylanib, tog'ay o'rnini suyak egallaydi. Ya'ni buni biz vaqtinchalik sinxandroz deb nomlaymiz. Demak, tushunarli. Keyingisi sinastoz. Sinastoz degani suyaklar yordamida birikish. Suyaklarning, ya'ni bu yerda yozib qo'yganman, tog'ay, fibroz to'qimalarining suyaklanishi deydi. Ya'ni bundan kelib chiqib turibdiki, sinxandroz boya aytib o'tganimdek, nimalar? Chanoq suyagi, sindesmozlar vaqt o'tishi bilan sinastozga aylanadi. Mana sinastoz. Mana sindesmozdagi suturalar bor edi. Mana kalla suyagida sutura, ya'ni choklar bor. Sutura plana, squamosa, shunga o'xshash nimalar, ya'ni nima bo'ladi? Yoshi o'tib katta bo'lgandan keyin liqildoqlar bo'ladi, bilasizlar, yosh bolalarda. Bu liqildoqlar bitib ketadi mana bu joyda. Endi bular sinastozga aylanadi. Sinxandrozda mana bu bitta yaxlit misol qilib olishimiz mumkin. Bu suyakda bu qaysi suyak? Dumg'aza suyagi. Ya'ni os sakrum. Lekin bu umurtqa hisoblangan. Umurtqalar asta-sekin yosh katta bo'lgan sari, odam rivojlangan sari, ya'ni bular suyaklashib ketadi. Bizda keyingisi, ya'ni diartrozlar. Diartroz degani bu endi bo'g'im hosil qilib birikuvchi bo'g'imlar, ya'ni bo'g'im hosil qilib birikish. Uzlukli birikish, ya'ni 2 va undan ortiq suyaklar birlashish natijasida bo'g'im hosil bo'ladi. Birikayotgan suyaklar o'rtasida bo'shliq bor. Bu bo'shliqda sinovial suyuqligi ham bo'ladi. Ya'ni bo'g'im suyuqligi. Masalan, tizza bo'g'imida 3 ml normada suyuqlik bo'lishi kerak. Lekin bo'g'imlarning yallig'lanish kasalliklarida, masalan, artritlar, osteoartritlar, poliartrit, shunga o'xshash kasalliklarda bu suyuqlik miqdori ortadi. Ya'ni qanchagacha? 15, 20, 25, hatto undan ham yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Bunday holatda tizzada shish belgilari paydo bo'ladi. Hatto tizza ortiga qaraganimizda va tizzada nimani ko'rishimiz mumkin? Kistalarni ko'rishimiz mumkin ekan. Bu bizga diartrozni ahamiyatli tomoni, juda ham yaxshi o'qishimiz kerak. Biz ertaga revmatologiya, oldimizga juda ham ko'p bemorlar keladi. Revmatologik kasalliklar bilan, oyog'i og'rigan, revmatizm, shunga o'xshash kasalliklarda bu narsalar juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, bizda bo'g'im, diartrozlarga o'tdik endi. Bo'g'im komponentlari, ya'ni bo'g'im qanday qismlardan tashkil topgan? Demak, asosiy qism va qo'shimcha qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Asosiy qismlarga nimalar kiradi?
asosiy qismlariga facies articularis, cartilago articularis, capsula articularis va cavitas articularislar kiradi. Facies articularis nima? Bo'g'im yuzasi. Bo'g'im yuzasi ikki xil bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa? Congruently, incongruently. Ya'ni mos bo'lgan va mos bo'lmagan. Ya'ni bo'g'imlari bir-biriga mos bo'lgan va mos bo'lmagan turlarga bo'linadi. Bir-biriga mos, ya'ni congruently qanaqa? Bir-biriga mos, ya'ni bir suyak qavariq bo'lsa, ikkinchisi esa botiq bo'ladi. Ya'ni mos keladi ikkalasi bir-biriga. Incongruently da bo'lsa, bo'g'im yuzalari mos emas. Xo'p, keyingisi. Cartilago articularis. Cartilago articularis degani bo'g'im tog'ayi. Shunday tog'aydan tashkil topgan cartilago 0,2-1,5 mm asosan gialin tog'aydan iborat. Ba'zan tog'lali tog'aydan iborat bo'ladi. Xo'p, keyingisi capsula articularis. Bu ikki qavatdan iborat bo'ladi. Capsula articularis ya'ni biz buni o'rganayotganimizda asosan shu bo'g'imni misol qilaylik. Masalan, tizza bo'g'imini olaylik. Shuni ko'z oldimizga keltiramizda. Membrana synovialis, capsula articularis, ya'ni kapsulalari ikki qavat bo'lib joylashgan. Ya'ni qanaqa? Membrana synovialis ichki tomonda bu burmalarni hosil qiladi. Ya'ni plika synovialisni va tarkibidagi o'sha sinoviatsitlar degan hujayralar bor. Bular sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi. Demak, membrana synovialisdan nima ishlab chiqariladi? Sinovial suyuqlik, bo'g'im suyuqligi ishlab chiqariladi. Membrana fibroza bu tashqi tomonda, tashqi biriktiruvchi, ya'ni tashqi tomonda o'sha zich biriktiruvchi to'qimadan iborat. Keyingisi cavitas articularis. Cavitas articularis degani bo'g'im bo'shlig'i sinovial suyuqlik bilan to'lib turadi. Xo'p, mana bu rasmda ham ko'p qismlari keltirilgan. Mana capsula articularis. Bu asosan ichki tomondan qarab olinganligi sababli birmuncha tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin hozir chiqadigan rasmlarda ko'rsatib o'taman birma-bir. Bo'g'im komponentlaridan qo'shimcha bo'g'im komponentlari qaysilar? Disklar bo'ladi. Discus articularis. Mana discus articularis bo'ladi. Bular nimadan tashkil topgan? Gialin va tolali tog'aydan iborat. Bo'shlig'ini ikki etajga ajratadi, deyapti. Ya'ni amortizator vazifasini bajarib beradi. Bularga nimalar misol bo'ladi? Discus articularisga. Chakka, pastki jag' bo'g'imi, to'sh o'mroq va bilak kaft usti bo'g'imlari misol bo'lishi mumkin. Ligamenta articularis, ya'ni boylamlar. Boylamlar qanaqa bo'ladi?